Isro nima degani? Isro Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni kechaning bir bo'lagida Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi Masjidul Aqsoga sayr qildirishidir. Me'roj nima degani? Me'roj esa Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni Quddus sharifdan yuqoriga, ya'ni o'zining huzuriga ko'tarishidir. Isro va Me'roj kechasi qachon bo'lgan? Isro va Me'roj hodisasi yuz bergani haqida islom ummatida mutlaqo ixtilof yo'q. Bu haqda Qur'oni Karimda o'z bandasi Muhammadni unga mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidul Haromdan Quddusdagi biz atrofini barakotli qilgan Masjidul Aqsoga tunda sayr qildirgan zotga tasbih aytilur. Dar haqiqat u eshituvchi va ko'ruvchidir deyilgan. Isro surasi 1-oyat. Ammo qachon sodir bo'lgani haqida turlicha qarashlar bor. Muborak Furi Ar-Rahiqul Maxtum kitobida Isro va Me'roj voqeasi qachon sodir bo'lgani to'g'risida aytilgan quyidagi 6 xil qarashni keltirgan. Birinchisi, Isro Alloh taolo u zotni nubuvvatga musharraf etgan yili bo'lgan. Ikkinchisi, payg'ambar bo'lganlardan 5 yil keyin bo'lgan. Uchinchisi, nubuvvatning 10-yili Rajab oyining 27-kechasida bo'lgan. To'rtinchisi, hijratdan 16 oy oldin nubuvvatning 12-yili Ramazon oyida bo'lgan. Beshinchisi, hijratdan 1 yil u 2 oy oldin nubuvvatning 13-yilida Muharram oyida bo'lgan. Oltinchisi, hijratdan 1 yil oldin nubuvvatning 13-yilida Robiyul Avval oyida bo'lgan. Bu kechaning hikmatlari ko'p. Ulardan biri Isro hodisasi islom da'vatining eng og'ir va mashaqqatli davrida sodir bo'ldi. Bu vaqtda mushriklar Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga kuchli tazyiq o'tkazishardi. Ularning zulmidan himoya qiluvchi Abu Talib, Hadija binti Huvaylid onamiz ham vafot etgandi. Shunday qiyin va mag'zulli bir damda Isro va Me'roj kechasi sodir bo'ldi. Bu narsa u zotdagi g'am tashvishni ketkazish, da'vat yo'lida sobit qadam bo'lish, qalbga surur bag'ishlash uchun tasalli berish edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam osmonga qanday qilib ko'tarildilar? Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisni Qozi Iyoz Ash-Shifo kitobida naql qilgan. Unda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bunday deganlar: Menga buroq keltirildi. U eshakdan balandroq, hachirdan esa pastroq hayvon bo'lib, yugurganda tuyog'ini ko'zi yetgan joyga tashlab sakrar edi. Unga minib bir lahza Baytul Muqaddasga yetdim. Masjidga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqdim. Menga Jabroil bir idishda sharob, 2 idishda sut keltirib tutdi. Men sutni olgan edim. Jabroil sof fitratni tanladingiz dedi. Keyin biz osmonga ko'tarildik. Nabiy alayhissalom samoda qaysi payg'ambarlar bilan uchrashdilar? Rasul akram sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Birinchi osmonda men Odam alayhissalom bilan ko'rishdim. Ikkinchi osmonda Iso va Yahyo alayhissalomlar bilan uchrashdim. Uchinchi osmonda Yusuf alayhissalomni ko'rdim. To'rtinchi osmonda Idris alayhissalomni ko'rdim. Beshinchisida Harun alayhissalomni. Oltinchisida esa Musa alayhissalomni ziyorat qilib duolarini oldim. 7-osmonda Ibrohim alayhissalomni Baytul Ma'murga suyanib turganlarini ko'rdim. Baytul Ma'murdan Sidratul Muntahoga. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Baytul Ma'murga har kuni 70 ming farishta kirib ziyorat qilib ketar ekan. So'ng Sidratul Muntaho daraxti yoniga keldim. Allohning amri bilan bu daraxt shunday go'zal holga kelgan ediki, uni ta'riflashdan inson tili ojiz edi.
5 mahal namozda 50 mahal namozning savobi bor. Nabiy alayhissalom Alloh shu yerda mening ummatimga 50 vaqt namozni farz qildi. Men Musa alayhissalomning yoniga tushdim va ummatimga buyurilgan farz amalni aytdim. Musa alayhissalom ummatingiz bu amalni bajara olmaydi. Allohdan yengillatishini so'rang deb qaytardi. Men Musa alayhissalom bilan Alloh o'rtasida bir necha marta qatnadim. Nihoyat Alloh: "Ey Muhammad, sizning ummatingiz uchun har kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qildim va uni 50 vaqt o'rnida qabul qilaman" deb marhamat qildi. Musa alayhissalom yana meni qaytardi. Men endi Allohdan hayo qilaman deb 5 vaqt namozning farzligiga rozi bo'ldim. Bu kechada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yana nimalar berildi? Bu kecha 5 vaqt namoz farz bo'ldi. Allohga sherik qilmay, gunohlarga tavba qilganlarning kechirilishi haqidagi xushxabar berildi va Baqara surasining so'nggi 3 oyati nozil bo'ldi.